Qishloqda to'ydaman. 5-kun. Qani bolam, Ronaldo akangizga bir hunaringizni ko'rsatingchi. Assalomu alaykum. To'ylar bo'lsin. Qudrat aka, tabriklayman. Rahmat. Assalomu alaykum. To'ylar muborak bo'lsin, Qudrat aka. Rahmat aka. Qani ichkariga marhamat. Voy pasi, bir tiyin ham bermadi-ya. Avval menga ajratilgan stolga borib o'tirdim. Odamlar bilan tanishdim. Rahmat aka. Uydagilar yaxshimi? Qiynalmayapsizmi? Qimirlab turibmiz, Xudoga shukr. Qani? Rahmat. Nima bu? Buni oq joy deyishadi. Menga o'zbek to'ylari juda ham yoqib qoldi. U yerdagi muhit, odamlarning kayfiyati, ajoyib raqslar, xursand bolalar va milliy taomlar, sodda odamlarning samimiy quvonchi deysizmi? Hammasi o'zgacha. Keyin men ham ular qilgan narsani qila boshladim. Raqs tushayotganlarga pul qistirib chiqdim. Keyin birdan hamma o'ynay boshladi. Faqat men o'tirardim. Ular meni nimagadir chorlashyapti. Yo'q, buncha pulni qistira olmayman. Ana endi Gulbazmni boshlaymiz. 2 yosh baxtli bo'lsin. Gul berishga shoshilmang, yigiti borga osilmang. Gulbazm degan ajoyib odat bor ekan. Qizlardan bir vakil va yigitlardan bir vakil chiqib she'r o'qishi va keyin raqsga tushishi kerak ekan. Quyosh kular jiz-jiz, ikkita asal qiz-qiz, soqqa sanar dirs-dirs, baxtli bo'ling siz. To'g'risi o'ynashga rosa ham uyaldim. Keyin gulni navbatdagi odamga berish uchun bordim. Gulni sizga bersam maylimi?